Hurmatli obunachilar, Sergeli yangi Darxon 2 bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. 16 qavatli binoni 12-qavatida. Hozir men o'zim 12-qavatda turibman. Ko'rib turibsizlar. Ular o'yingohlari ham shunda domi pastda joylashgan, stadionlargacha qolib ketdi. Parkovkalar, ko'rib turibsizlar, parkovkalarni ham o'zlaringiz manbetlargacha bor parkovkalar. Mana joylar juda ko'p. Maktab bog'cha shuni yonida. Metrogacha primerni 1-2-1,5 kilometr atrofi chiqadi. Metroni bitta yaqinlashtirib ko'rsatib ketaman. Mana shu atrofda metro joylashgan. Mana metroni domi oldi. Yaxshi xonadonimiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida narxlari bilan aytib o'tib ketganman. Juda katta kvadratli uyimiz sotuvda turibdi. Bu uyimizda 12-qavat bo'lganiga qaramasdan ikkita lifti bor. Mana ko'rib turibsizlar, ikkita lifti. Bu ikkalasi ham o'chmaydi. Svet o'chib qolsa ham pastda generator bilan tepaga qo'sh batareyalar qo'yilgan yaxshi xonadonimiz. Bittasi passajirni, bittasi грузовой liftimiz. Uyimiz mana shu padizda joylashgan. Shoshilib qolinglar, yaxshi narxlarda qo'ydik. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kirush mana shunaqa katta koridor. Ko'rib turibsizlar, xonadonimiz juda keng. Bu yoqda родительский spalnya o'zi asli. Bu mebel texnikalar chiqib ketiladi, chunki ijarachini o'ziniki, xohlasalar ijarachini o'zini qoldirsalar ham bo'laveradi. Bu yoqda zalimiz ham juda katta, juda uzun joylashgan. Uyimiz oldi tarafga qaragan, hovliga qaragan, to'g'riroq, tashqari tarafga qaragan. Bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana parkovkalarga ham muammo yo'q. Parkovkalar ham bor, juda yaxshi. Xonalari, endi sanuzellari ham alohida joylashtirilgan. Sanuzillarni ko'rsatib ketaman. Ko'rib turibsizlar, kafelar qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Bu hojatxonasi. Keyingi xonadonimiz bu oshxonasi. Oshxonaga ham bemalol stol qo'ysangiz ham bo'ladi, yo'qsa mana bunaqa xon taxta qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Juda yaxshi shinam kvartiramiz sotuvda turibdi. Bu uyimizda общий kvadrat kadastr 68 kvadrat, 12-qavatda joylashgan. Sergeli yangi Darxon 2 da. Yana bir aytib o'tib ketaman manzilda. Yaxshi faizli uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 56.500. Yetmaganini ipoteka kredit qilib ham chiqarib beramiz. Rasmlar shunda Telegram kanalimga qo'ydim. Pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol bog'lanib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.